Bugungi videoda biz VP qilishni o'rganamiz. Video boshlanishidan oldin joylarga yaxshilab o'rnash olinglar, like bosib qo'yinglar chunki kanalimizda terrorlik obunachi bo'lish kerak. Xo'sh, unda biz PvP'ni zarba turlarini bilib olishimiz kerak. Birinchisi, o'sha hamma biladigan crit. Bu zarba eng osoni va eng samaradorlisi. Siz buni amalga oshirish uchun sakrashingiz va urishingiz kerak. Keyingi zarba turi. Bu combo. Agarda ko'rgan bo'lsangiz, u yuryapti, to'xtayapti, uryapti. Shu videodan ko'rishingiz mumkin. Siz ham keyingisiga qiziqib ketayotgan bo'lishingiz kerak. Keyingisi bu uppercut. Buni qilish uchun sakraysiz va sakrayotgan paytingizda urasiz. Keyingisi bu sweep hit. Bu narsa tez urganda kelib chiqadi. Buni qilishni vahshiy maslahat beraman chunki bu 0.2% joninglarni oladi xolos, boshqa olmaydi. Mayli unda bolalar, video tugadi. Like bosib, ona bo'lib chiqib ketaveringlar. Menga